Diqqat, O'zgidromet ogohlantirmoqda. Assalomu alaykum aziz tomoshabin, tezkor xabar va yangiliklardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, video ostiga bir dona like bosib, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Diqqat qiling, joriy yilning 8-10 dekabr kunlari O'zbekiston hududiga nam va sovuq havo massalari kirib keladi. 8-9 dekabrda O'zbekiston bo'yicha ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi. Respublikaning tog' oldi va tog'li hududlarida 8-10 dekabrda yog'ingarchilik, yomg'ir, qor bo'ladi. Vaqti bilan kuchli bo'ladi. 9-10 dekabrda shimolda va cho'l hududlarda ba'zi joylarda shamol tezligi 15-20 metr/sekundgacha, ayrim joylarda ba'zida 20-22 metr/sekundgacha kuchayadi. 10 dekabrga kelib markaziy hududlarda harorat asta-sekin kechalari 2-5 daraja sovuqqacha, kunduz kunlari 3-6 daraja iliqqacha, shimolda kechalari 7-10 daraja sovuqqacha, kunduz kunlari 0-3 daraja sovuqqacha pasayish kutilmoqda, deyiladi O'zgidrometning xabarida.